Assalomu alaykum hurmatli Fors tili kanali kuzatuvchilari. Bugun yangi darsimizni boshlayapmiz. Avvalgi darsimizda fors tilida so'roq gaplarning yasalishi turkumidagi ikkinchi darsimiz bilan tanishib o'tgan edik. Unda so'roq olmoshlari vositasida yasalgan so'roq gaplar haqida ma'lumot bergan edik va bugun esa o'sha mavzuning davomi o'laroq so'roq olmoshlari vositasida yasalgan so'roq gaplarni ko'rib o'tamiz. Demak, darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsligimizning 63-betdagi ikkinchi topshiriq bo'lib hisoblanadi. Demak, birinchi gap, bu stol qandaydir? In miz chetur ast. Ushbu joyda chetur, chegune, chejur dan xohlagan birini bersak bo'ladi. Demak, darsligimizdagi mashqda o'zbekcha gaplar berilgan, biz ularni fors tilida yozib beryapmiz. In miz chetur ast. Bu stol qanday? Javobi: in miz buzurg ast. Ya'ni bu stol kattadir. Ikkinchi gap, on buxoriy chegune ast. Ya'ni u pechka so'zi forschada buxoriy bo'ladi. Chegune ast, ya'ni qanaqadir. Javobi: on buxoriy ko'hne ast. Ya'ni u pechka eskidir. Keyingi gapimizni o'qiymiz. In mard chekore ast. Ya'ni bu kishi kim? Bu kasbkor nazarda tutyapti. Bu kishi nima bilan shug'ullanadi degan ma'noda. Javobi: in mard pezesh ast. Ya'ni bu kishi vrachdir. Keyingi savolimiz qog'oz che rangi ast. O'tgan darsda aytgan edik, che rangi so'rog'i narsa buyumning rangini so'rashda foydalaniladi. Demak, gapimiz qog'oz qaysi rangda? Javobi: qog'oz sefid ast. Ya'ni qog'oz oqdir. Keyingi gapimiz oyo dar ham sefid ast. Ushbu gapimiz so'roq yuklamasi oyo vositasida yasalgan. Tarjimasiga o'tsak, eshik ham oqmi? Javob: naxir, dar sefid nist. Kabud ast. Ya'ni avvalgi darsimizda aytgan edik, oyo va magar yuklamalari bilan yasalgan so'roq gaplar bale yoki naxirni talab qiladi. Ushbu gapimizda inkorni berayotganligi uchun naxirdan foydalanamiz. Ya'ni yo'q, eshik oq emas, ko'kdir. Ko'k rangini fors tilida baland ko'k bo'lsa kabud deb beradi. Pastroq, ya'ni och ko'k, moviy rang bo'lsa obi deyiladi. Keyingi gapga kelamiz. In kif che rangi ast. Ya'ni bu sumka qaysi rangda? Javobi: in kif zard ast. Ya'ni bu sumka sariqdir. Keyingi so'roq gap, kelos chejur ast. Sinf, ya'ni auditoriya qandaydir? Ushbu joyda ham yana chejur o'rnida chetur yoki cheguneni ishlatsak bo'ladi. Javobi: kelos rovshan ast. Ya'ni sinf yorug'dir. Keyingi gapimiz injo donishkade ast. Ya'ni bu yer fakultetdir. Keyingi gap donishyor ko'chost. Ya'ni o'qituvchi qayerda? Aytgan edik, fors tilida maktab o'qituvchisiga omuzgor deyiladi. Oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisiga esa donishyor deyiladi. Demak, donishyor ko'chost, o'qituvchi qayerda? Javobi: donishyor injo ast. Ya'ni o'qituvchi bu yerda. Keyingi savol, onzan chekore ast. Ya'ni u ayol kim? Kasbkori bo'yicha kim? Nima bilan shug'ullanadi? Javobi: onzan donishyor ast. U ayol o'qituvchidir. Keyingi gap, in majalle chetur ast. Ya'ni bu jurnal qanday? Javobi: in majalle nov ast va on majalle ko'hne ast. Ya'ni bu jurnal yangidir va u jurnal eskidir. Keyingi so'roq gapimiz in pesar chejur ast. Ya'ni bu o'g'il bola qanday? Javobi: in pesar xub ast. Ya'ni bu o'g'il bola yaxshidir.
In panjara bad ast. Ya'ni bu deraza yomondir. Keyingi savolimiz taxta ko'chost. Ya'ni doska qayerda? Javobi taxta dar kelos ast. Ya'ni doska sinfda yoki auditoriyada. Keyingi gapimiz miz ham injost. Ya'ni stol ham shu yerda. Injo shu yer degani. Panjara che rangi ast. Deraza qaysi rangda? Javobi panjara kabud ast. Deraza ko'kdir. In do'xtar zibo ast yoki in do'xtar zibost. Bu qiz chiroylidir. Zibo so'zining ma'nodoshi bor, g'ashang, u ham chiroyli degan ma'noni bildiradi. Keyingi gapimiz miz zard nist. Siyoh ast. Stol sariq emas, qoradir. Keyingi so'rov gapimiz bu ham oyo yuklamasi bilan yasalgan. Oyo in navisande mashhur ast, ya'ni bu yozuvchi mashhurmi? Javobi naxir. In navisande mashhur nist. Yo'q, bu yozuvchi mashhur emas. Keyingi so'rov gapimiz Fotima ko'chost, ya'ni Fotima qayerda? Javobi Fotima dar donishkade ast. Ya'ni Fotima fakultetdadir. Demak, bugun darsligimizning 63-betidagi so'rov gaplarga oid mashqimizni bajarib o'tdik. Darslikda bularning hammasining o'zbekchasi bor. Men boya aytganimdek, doskaga shularning forsiy variantini yozdim. Yana qaytib o'qib takrorlanglar. Zero bilimning onasi takror bo'lib hisoblanadi. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'linglar. Keyingi darsgacha xayr, salomat bo'linglar.